Mana yashil sportivkam qani? Uni yuvib qo'yganman, ish qilganda kiyasiz. Uyga mana bu yangi sportivkangizni kiying. Yangi narsa uyga kiysa bo'ladimi? Men faqat to'yga yangi narsa kiyadi o'ylagandim. Uylanishmas ekan-ku. Begim, spirgini qatga olib ketyapsiz. Hovlini supuraman. Voy, hovli supurish ayollarning ishi-ku. Bering, o'zim qilaman. Hovli supurish ayollar ishi ekan-ku. Nimaga men shuncha paytgacha aldab kelishdi? Bunday umram. Begim, shuni shkaf tepasiga qo'yishga yordamlashib yuboring, iltimos. Hozir kelaman. Iltimos nima degan? Iltimos, yekon narsam iltimos deydi. Iltimos mana. Iltimos bu turk kuchuk yordam ber degan. Ha, bo'ldi, boraman. Shahboz, futbolga borasanmi? Bo'ldi, hozir narsalarimni olib chiqay. Mana hamma narsalaringizni tayyorlab qo'ydim. Sochig'ingizni ham solib qo'ydim ichiga. Sochiq nimaga kerak? Yuz yuvganda artishga. Yuz artishga sochiq ixtiro qilinganmidi? Men shu paytgacha shamolga qurinib yurgandim-ku. Bo'pti, ishga ketdimmi? To'xtang. Ha, Alenda приятный bo'ldingiz. hozir men yuragim yoriladi. 30 yildan beri endi odamligimni his qildim. Assalomu alaykum. Ana uylanib biza qo'shilmay qo'ydimi? Savunni qidiqiladi. Kampirni. Alo. Begim, siz ishda bo'lsangiz, men uyda bir o'zim zerikaman. Siz qanaqadir qo'rqaman. Vohliroq tugasin, o'sha ishingiz qachon kelasiz? Keldim. Buncha tez? Bu raketa bilan keldim. Qani? Ketdik. Qamatin izlay yorini yuzidan